So'nggi vaqtlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarning fosh etilayotganligi bu illatga qarshi murosasiz kurash olib borilayotganini ko'rsatmoqda. Jumladan, Buxoro viloyati Kogon tumani hokimi o'rinbosari o'z xizmat mavqeidan foydalangan holda ta'magirlik yo'li bilan 12 ming AQSh dollari miqdorida pora olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Zamok tumani. Qaysi tumanda? Kogon tumani. Kim bilan uchrashdingiz? Fermer bilan uchrashdim. Nima masalada uchrashdingiz? Suv masalasida. Ma'lum bo'lishicha, Buxoro tumanida shartnoma asosida dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi fermer Qum Sulton massivida joylashgan ekin maydonlariga Kogon tumani hududi orqali keladigan suv to'xtatib qo'yilgani sababli ekin yerlarini suv bilan ta'minlashda yordam berishini so'rab ushbu hokim o'rinbosariga murojaat qilgan. Mansabdor shaxs esa ekin maydonlariga keladigan suvni ochib berishi va kelgusida bu borada muammo bo'lmasligini aytib, evaziga 15 ming AQSh dollari talab qilgan. Hozirda tuman hokimi o'rinbosariga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi B va bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.